ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Imom Ahmad Musnadda keltiradilar. Rasul akam alayhisolatu vassalomga savol berishdi. Ayyul adyani ahabbu ilalloh? Ey Allohning rasuli, eng yaxshi dindorlik qaysi? Qaysi dindorlik yaxshi? Rasul akam alayhisalom aytdilar. Nima dedilar? Qattiq ketganing yaxshi, baqir-chaqir qilganing yaxshi dedilarmi? Yo'q. Al-hanafiyatu samha. Hanif bo'lgan, mo'tadil bo'lgan va bag'ri keng bo'lgan din yaxshi. Samha degani bu bag'ri kenglik, muruvvatlik degani. Diningizda bag'ri kenglik, muruvvat bo'lsa shu din yaxshi. Eng yaxshi dindorlik shu. Odamlarni qiyinchilikka qo'yib, tanglikka qo'yib, joni moliga halokat keltiradigan din u islom dini emas u. Aksincha moli jonini himoya qiladi islom. Yana samha degan joyi shuni anglatadiki, insonlar o'zaro huquqlarida ham bag'ri keng bo'lish kerak. Shariatda shunga haqqim bormi? Shar'iy haqqim bu deb o'zini foydasiga shariatni ishlatavermaydi. Hozir shunaqa bilimdonlar chiqib qo'ygan. Bitta kitobni bir varag'ini o'qiydi, to'rt varag'ini o'qiydi, yarmini o'qib, yarmini o'qimaydi. O'zini burchi degan joyini o'qimaydi. Huquqi degan joyini yodlab suv qilib ishib yuboradi. Keyin desa shar'iy huquqim u edi, bu edi. Shariat bag'ri keng. Ibn Abdussalom aytganlarki, agar kishilar mana shu hadisga muvofiq dinida bag'ri keng bo'lsa, shariatning juda ko'p ahkomlariga ehtiyoj bo'lmaydi. Mana bizning oilaviy mojarolarimiz qayerdan chiqyapti? Shu dindagi fiqhiy masalalarni noto'g'ri tushungandan chiqyapti. Qozini mahkamasida gaplashadigan gapni er-xotin uyda janjallashib o'tiribdi. Er-xotin bir-biriga al-hanafiyatu samha, mo'tadillikda, bag'ri kenglikda munosabatda bo'lish kerak. O'shanda oila durust bo'ladi. U juda haddan oshgan paytda qozi keladi, qozining oldida keyin mana bunaqa bo'ldi deb gaplashsa boshqa. Lekin har 2 kunda bir har muomalasini haq-huquq taroziga soladigan bo'lsa, oila bo'lmaydi. Oilaviy munosabatlar, men bu mavzuda men 1 soat gapirib bera olmayman. Shar'iy dalillar bilan, Qur'on, hadis bilan. Oilaviy munosabatlar ham, dindorlik ham, o'sha oilaviy munosabatlardagi diniy huquqlar ham al-hanafiyatu samha, mo'tadillikda va bag'ri kenglikda bo'lish kerak. Qo'rs, dag'al, janjalkash dindorlik emas u. Fabima rahmatin minallohi linta lahum. Ey Muhammad alayhisalom, siz Allohning rahmati bilan odamlarga muloyim bo'ldingiz. Muloyimlik Allohning rahmati ekan. Demak, dindorlik, muloyimlik, u dindorlik deganda hozir biz ko'zimizga odamlarning hayoliga nima keladi bilasizlarmi? Dindorlik desa mutashaddid, mutaassib odam keladigan bo'lib qoldi. Odamlarning hayoliga dindor odam bu desa mutaassib, gap uqmas, haligi o'ngga tesga qaramasdan bu og'ziga gapiradigan odam, janjalkash odam tasavvurda paydo bo'lib qolyapti. Dindor odam, Rasul akam alayhisalom aytibdilar, eng yaxshi dindorlik bu mo'tadillik va bag'ri kenglik bilan bo'lgan din. Diningizni birovga aytishda ham, yetkazishda ham, unga amal qilishda ham va hammasida bag'ri kenglik, mo'tadillik bo'lish kerak. Hanif bu haddan ham oshib ketmagan. Juda tajovuz ham qilmagan. Hanif bo'ladi. Mo'tadil, o'rta yo'l. Hunafa'a. Alloh subhanahu va taolo sizlarga Allohni o'ziga ibodat qilishga buyurilgansizlar. Hunafa'a, mo'tadillik bilan. Odamlar mana shu dinimizni haqiqatini tushunmagandan
ba'zi bir o'rinlarda siyosat uchun aytilgan gaplar, yoyinki hukmlarni bir umr hamma ishga bayroq qilib oladi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom o'zlarini hamma haqlardan kechib yashaganlar. 20 yil dushmanlik qilganlardan o'ch olsa haqqi bormidi? Bor edi, kechganlar. 20 yil o'ldiraman degan odamlarni kechirib yuborganlar. Nimaga? Rasululloh akram alayhissalom keltirgan din bu bag'rikeng din bu. Hozir g'ayridinni qo'ying, musulmonlar bir-biriga bag'rikeng emas. Bitta joydan ayb topib olsa, janjal ko'tarib, yoqalashib yotibdi. Bag'rikenglik bo'lish kerak. Tanglik demak bu bizning dinimizga demak yot narsa. Payg'ambar alayhisolatu vassalom bir kuni bir odamni qarasalar, piyoda ketyapti hajga ketayotganda bo'lgan bu. Sahihaynda keladi. Anas ibn Malikdan rivoyat qilingan. Bir odam piyoda ketyapti. Nima u piyoda yuribdi? Qum issig'i bo'lsa, u piyoda yurish mashaqqat cho'lda deyishdi. Shunda u piyoda hajga borishni o'ziga nazr qilib olgan ekan deyishdi. Shunda Rasululloh akram alayhisolatu vassalom nima dedilar? Alloh uning piyoda yurishiga muhtoj emas. Ularga meni bosin dedilar. Yo'inki yana bir rivoyatda Alloh uni o'zini azoblashiga muhtoj emas. Ular meni bosin. Nazrga kafforat beradi, tamom masalan. Muhtaram azizlar, din mana shunaqa. Islom mana shunaqa bag'ri keng, yengil. Din faqat yengillik, faqat foyda. Kim islomda boshqa dinlarning egalari o'zi biladi. Lekin islomda zarar yo'q, tanglik yo'q, jamiyatga xavf, hech qanaqa xatar yo'q. Qayerda islomdan cho'chish va hokazolar bo'lsa, bu islomni noto'g'ri anglagandan, noto'g'ri talqinidan kelib chiqadi. Islom shaxsga ham, oilaga ham, jamiyatga ham, davlatga ham, insoniyatga faqat foyda. Bundan boshqa islomni Alloh nozil qilmagan. Undan boshqasi odamlarning nafsi qo'shilgan gaplar ular. Mana shu haqiqatni unutmasligimiz lozim.